Xon momojon onajonimizni go'zal tavallud ayyomlaridir. Assalomu alaykum aziz mehmon va mezbonlar. Bugun mana shunday yoz oqshomlarining fayzli kechalarida yana bir ajoyib fayzli xonadonda nuroniy pir va davlat bir mo'tabar munis muhtarama onajonimizning tavallud ayyomlariga guvohlik qilib turibmiz. Nabiralar, farzandlar, barcha qavm qarindoshlar, qo'ni qo'shnilar qurshovi ostida aziz onajonimizni pir va davlat nevaralar ardog'ida bugun davron surayotgan Sanobarxon momojonimizni guldiroz qarsaklar hamda chiroyli kuy sadolari ostida qirolicha onajon deya taklif qilamiz. Onajon, keling, bugun mana shunday muhtasham sahnamiz ajoyib fasllarning, yoz faslining chiroyli kechasidagi yorqin, unutilmas xotiralarni baxsh etadigan bugungi shodiyona faqat siz uchun bo'ladi. Onajonimizni guldiroz qarsaklar ostida taklif qilamiz. Musiqalar mening onam, bu mening onam, har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam, qushqinsa Assalomu pir va davlat onajon, bugungi ayyomlar muborak. Bugungi mana shunday zahmatlaringizni, 4 farzandni bag'ringizda kamoliga avaylab, kipriklaringizni ustida o'stirib, ularni o'zidan mana shunday qilib ko'payishiga sababchi bo'lib ko'rgan onajonim, Allohimning go'zal yaratilmishi, go'zal xilqati, buyuk muhtarama rassom onajonim. Hamd sanolar aytaman. Mingdan ming roziman farzandlarimdan. Alloh ham rozi bo'lsin farzandlarimdan. Farzandlarim bebaho aqlli inson ekanligini bugun yana bir bor guvohi bo'ldim. Shu aynalay men aytadigan gapim. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo mana shunday farzandlarni boshida bosh bo'lib turing. Endi farzandlarni nomma-nom chaqiramiz. Farzandlarimiz hozir onajonimizni farzandlarini Charosxon opamiz bir chiroyli kunlari, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Yana bitta opajonimizni chorlaymiz. Sizga ham tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Onajoningizni doimo yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarida mana shunday sizlarga, ular esa sizlarga, siz ularga bosh qosh bo'lib, doimo yaxshi kunda hamdam ham qosh bo'lishib. Katta farzandimiz qaysi edi? Demak, Gulchehraxon opajonimizdan boshlaymiz. Gulchehraxon opajon, bugungi onangiz uchun atalgan chiroyli tilaklarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Hammalarga xush kelibsizlar. Onajonim, qurban kunlar muborak bo'lsin. Bizlarda yaxshi kunlarimizni ko'rish nasib etsin. Nevara chevaralari ko'p, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Gulchehraxon opamizga men bitta savol bermoqchiman. Gulchehra opajon, mana har bir farzand onasini qaysidir so'zini yaxshi ko'radi. Bugun keling, bir bolaligimizni yodga olamiz. Hozirgi hayotni yodga olamiz. Qaysi so'zidan qalblaringiz junbushga tushib, tanangiz jimirlab ketadi? Ana shunday so'z bo'lar-ku, to'g'rimi? Tanamizni jimirladigan so'zlarni bittagina yodga olaylik. Qaysi so'zini yaxshi ko'rasiz onajoningizni? Har doim yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Bizlarga duo qilishlarni yaxshi bolalaring baxtli, mehrning aksi asizlar. Peshonalaridan o'qib qo'ying bolajoningizni. Peshonalari doimo porloq bo'lsin. Peshonalari doimo mana shunday. Bugun siz onajoningizni hurmat qilibsiz, izzat qilibsiz. Ertaga Ilhom akamizni farzandlari xuddi ana shunday e'zozda, ehtiromda mana shunday chiroyli hadyalarni nasib qilish akamizga nasib qilsin. Marhamat. Assalomu alaykum.
mana shu onajonimizning 72 yoshi munosabati bilan shunchalik hamma hurmat ketdi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lsin. Onajonim yuzlarga kelsin. Yuzlarga nevara farzandlarni boshiga sog' salomat bo'lsin. Har doim. Katta shukki. Ne bo'lmadi, katta bo'lmagan. barpo etganim, farzandidan ozgina mehr kutganim, onajon men sizni yaxshi ko'raman degan galdagi tilaklarni kimdan eshitamiz? Charosxon opa. Doimo ana shunday tilaklaringiz o'zini ijobatini ko'raversiz. Duoda siz doim erta kech, g'ubori yo'q gulumsiz ona. Qiyosingiz topolmayman hech, eng chiroyli gulumsiz ona. Atir guliga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizdan boshqa davolarim yo'q, eng chiroyli gulumsiz ona degan galdagi tilakni Dildoraxon opajon, Charos opajonimizdan eshitamiz. Omad yo'lga yo'llasin, o'tib ketgan otajonim, pok ruhlari qullasin. Bizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin, har qadamda yomon ko'zdan Alloh bizni asrasin. Yashang, yashang. Tabriklaymiz, 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 tabriklaymiz. O'chiring, o'chiring. Yashang, yashang. Qanday yashab boshiman Salom taqdim qilamiz. mening onam, mening onam. Hech bir duoyingizga bir so'zni tan olib aytaman bugun. Necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga deya bugun farzandlaringiz nomidan qilingan izhorlar, tilaklar barchasi siz uchun bo'ldi onajon. Endigi tilaklarni raqslar o'rnida qabul qilamizmi yoki yana kimdandir tilak eshitamizmi onajon? Oylar porlamasa tunlar qarodir, hatto yulduzlar ham motam sarodir. Bir so'zni mehringiz ila tan olay bugun, necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga ona degan tilaklar. Endigi tilaklarimiz qo'shnijonlarim Larim ham hammasi nevaralarim, chevaralarim ham yana ko'payib, hammasi murodiga yetib yursin. Uzoq umr ko'rib, davron surib, topganni to'ylar qilib, topgan tutganiga Alloh baraka bersin. Hammasi sog' salomat bo'lib, elga oralashib, el oldida yuzlari oydin, tillari ustun bo'lib, el oldida izzatli shodliklarini sog'may ketarkanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman, aslida farishtalar o'xshar mening onamga.